Bolalar liboslarini ishlab chiqarish bu eng barakali bizneslardan biri. Agar siz ishlab chiqarishingizni yoki shaxsiy brendingizni aynan bolalar yo'nalishida faoliyat yurgizayotgan bo'lsangiz, eng to'g'ri tanlov qilganlar safidasiz. Nega bunday deyotganim sababini hozir tushunib olasiz. Bolalar yo'nalishi eng aktual biznes yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nega deyilganda, bolalar oziq-ovqati, kiyim-kechak, har bir oyoq kiyimigacha bu eng aktual, eng zo'r bizneslar turiga kiradi. Aynan biznes sohamizda ham bolalar liboslari bo'yicha siz shaxsiy brendingizni yoki ishlab chiqarishingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta sizga Maryams akademiyasi yordam beradi. Maryams akademiyasi sizlar uchun tayyor o'g'il va qiz bolalarga alohidadan 0 yoshdan boshlab 14 yoshgacha 19 tadan alohida razmerlar jadvalini tayyorlab qo'ygan. Umumiy 38 ta razmerlar jadvalini siz qo'lga kiritib, 0 dan boshlab aynan bolalar andozasini har bir sirlarigacha to'liq andozalarini o'rganib modellashtirishni xohlasangiz, hozirning o'zida izohlarda plus qoldiring. Bolajonlarimiz uchun har qanday yoshga, har bir qomatga to'g'ri keladigan andozalarni siz Maryams akademiyasidan topasiz. Mana shunday katta imkoniyatni faqat bir kun, ertaga 23-iyul kunda katta bonusda qo'lga kiritishingiz mumkin. Aytib o'taman, bu hamma darsliklar sizda bir umrga qoladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarmaslik uchun albatta hozirning o'zida izohlarda plus qoldiring va ertagalik katta imkoniyatdan foydalanib qoling.